tungi chiroqlari va katta megapolisning haqiqiy shovqinini, odamlar gamjumligining katta va baland ovozlarini, hattoki yonma-yon turib ham baqirib gaplashayotgan odamlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, unda bu shaharning aynan shu Beijing ko'chasiga kelishingizni tavsiya qilamiz. Siz yo'qolib qolmadingizmi shuncha odam orasida? Yo'q. Endi xursand bo'lyapman. Men umuman yo'qolib qolmas ekanman. Mani oyim aytardilar. Hamma erkaklar bir xil derdi. Buni aytayman, qachon bildimki, qachonki Xitoyga kelib bildim. Qaysi Xitoylikga qarasam, hammasi bir xil. Hatto ularni ajratib ololmayapman. Rahmat sizga ajratganingizga. Demak, biz tungi shahar bo'ylab sayohatimizni davom ettirar ekanmiz. Mana shunday gavjumlik atmosferasini sizga hozirning o'zida ekranlar orqali taqdim etamiz. Marhamat. Ovqat olib ber, ovqat. Shaharni gavjumligini qarang, odamlarning ko'pligini qarang. Faqat siz bilan men kamlik qildik, mana biz ham yetib keldik nihoyat. Mana nihoyat ko'payishdi bular ham. Bizga qo'shilganimizdan keyin.